Akne nima uchun katta yoshda ham chiqadi? Gormonal o'zgarishlar, stress va noto'g'ri ovqatlanish. Yuzdagi dog'lar, ya'ni pigmentatsiya sabablari nima? Quyosh nurlari, gormonal o'zgarishlar va terining noto'g'ri parvarish. Terini qurishi nima signal beradi? Vitamin yetishmaslik. Qichishish va allergiya qachon xavfli? Albatta qichishish va allergiya bir kundan ko'p vaqt bo'ladigan bo'lsa, albatta dermatolog nazoratiga kelish kerak bo'ladi, xavfli bo'ladi. Qora nuqtalar nima uchun ko'payib ketadi? Noto'g'ri parvarishdan. Soch to'kilishini dermatologik sabablari nima? Dermatologik sabablari juda ham ko'p. Bulardan eng oddiylari stress, gormonal o'zgarishlar yoki temir moddasi yetishmovchiligi. SPF kremlar hamma teri uchun kerak bo'ladimi? Albatta, hamma teri turlari uchun har xil SPFlar bor, lekin har bitta teri uchun albatta SPF kerak bo'ladi. Keyin yuzga damashning xotla qilishadi-yu, o'sha rostdan yordam beradimi? Albatta, to'g'ri qilinsa yordam beradi. Agar bundan ham foydali ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.